Sevgi ichkilik kabi yoqimlidir. Birinchi qism. Mizusawa Chisato. Ishim judayam ko'p. Korichan, keyin gaplashamiz. Ahmoqlar. Koharu-san, senga yordam kerakmi? Boshliq. Tugatdik. Sizga rahmat boshliq. Hammasini tezda tugatdim. Buni qadrlayman. Yaxshi. Boshliq, men sizga mazali taom olib beraman. Albatta, kokteyl bilan. Menda biroz vaqt kamroq edi. Nima siz? Kechiring. Hammasi yaxshi. Ertaga tushlikka vaqtingiz bormi? Mayli. Ajoyib. Ertaga unda. Ertagacha unda. Koharu-san. Korikun, balki men bilan borasiz. Taklif uchun rahmat. Xush kelibsan, Chichan. Ishonamanki, sen charchagansan va ovqatlanishni xohlaysan. Yaxshi, senchi so'ra. Kel birga ovqatlanamiz. Men ajoyib sharobga olxo'ri sharbatini qo'shdim va ajoyib uyg'unlik paydo bo'ldi. Men spirtli ichimliklar bilan yaxshi chiqisha olmayman-ku. Qani ol, Chichan. Bu juda ajoyib. Albatta, bunda olxo'rni his qilish ham mumkin. Tarkib, bizning ajoyib sharobimizga barcha mahsulotlarni birga bir shaklda hisoblaymiz. Limon esdan chiqmasin. Bu shirin, ammo yengil ta'mi ham bor. Bu limon. Yana bitta bera olasanmi? Ha, albatta, bemalol ichishingiz mumkin. Menda yana bir narsa bor. Qanday ajoyib, bu odenmi? Bu juda yoqimli. Bugun meni tushlikka taklif qilishdi. Ha, Lekin rad etdim. Borishni xohlagandim. Chichan, sen kamroq ichishing kerak. Lekin bu judayam achinarli. Ichganimda o'zimni g'alati his qilaman. Hech kim meni shunday ko'rishni xohlamayman. Oldingizga boraymi? Chichan, sen yaxshigina mast bo'libsan. Mastligimni yoqtirmaysanmi? Noto'g'ri o'ylayapsan. Sen menga qanday bo'lsang shundayligingcha yoqasan. Meni jonginam. Men haqimda gapiryapsanmi? Men seni sevaman. Chichan, sen mast bo'lsang ham juda yoqimtoy va asalchasan. Men ketyapman. Asalim ko'rishguncha.